Hurmatli akalar, sotuvda 2 dona ko'chat g'onachilarimizdan. Narx-navolari juda ham yengil g'onachilarimizdan. Bitta Greenford и nargisiz semental gibrid. Sog'lom, yeb-ichlarida, yurishlarda hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Greenford g'onachimiz qisir, nargi g'onachimiz 1 oy 1,5 oylik atrofida bo'g'oz. Semental gibrid. Sifati juda ham o'tkir g'onachilarimizdan. Sog'lom g'onachilarimizdan. Kichkina mol emas, zotga xudo xolasa mol qilaman degan akalarimizga juda qulay variant. Hurmatli akalar, oyoq qo'llariga e'tibor berasizlar, juda ham baquvvat. Yurishlarga e'tibor berasizlar. Stoykasi tikka g'onachilarimizdan. Bo'ylari ham adashmasam shu 1.30 atrofida chiqib qolsa kerak, 1.25, 1.30 atrofida kichkina mol emas, hurmatli akalar. 1 oy 1,5 oylik atrofida bo'g'oz. Semental novosga qo'yilgan. Bu g'onachimiz qisir. Narx-navosi keladigan bo'lsak, 20 million so'm oxirgi narx-navosi. Greenford g'onachimizdagi narx-navosi 20 million so'm. Toza Greenford. Mana bu g'onachimiz narx-navosi keladigan bo'lsa, 25 million kami bor. 25 milliondan xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Endi kam bor deganda palon summasi xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Yaqinlashtirib, mana bunaqangi qilib olganimiz yo'q. Hurmatli akalar, ataylab maksimal darajada o'sha telefonni boricha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kimlardir avstriyskiy semental 100% tozasi deydi, yo'q. Qanaqangi zotga ikkita zot gibridlashgan, lekin semental ko'proq foiz bergan. Orqalari ham karobkalar 4 burchak. Bu g'onachimiz endi 100% ma'lum. Kimlardir buni ham semental sotishadi, yo'q. Greenford g'onachimiz. Sababi hozirgi kunda semental zotlar ichida eng nomeradini bo'lib turibdi. Shuni hisobiga sotishga harakat qilaman deb 1-2 so'm oladigan pulni nima desa bo'ladi, harom qilib olish mumkin. Shuning uchun borini boricha aytgan yaxshiroq. Xullas, ikkalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 45 million so'm kami bor. Bir joyga olaman degan akalamizga ham tushaveradi. Yurishlarga e'tibor berasizlar, hurmatli akalar. Olib borib bitta yaxshi novoz qo'shadigan bo'lsangiz nargisiga, u ham kelajakda xudo xolasa yaxshi nasl beradigan sigir bo'lib yetishadi. Akalar, bo'lmasa yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida mana shunaqangi 2 dona ko'chat novosimiz bor. Sotuvda yana narx-navosi juda ham yengil g'onachalarimizdan bor. Ularni ham videolarni tashlab beramiz. Soni 15 bosh. Narx-navosi 13 million 150 ming so'mdan 13 bosh o'zimizning mesni g'onachalarimizdan bor. Plus novoslarimiz bor. Sotuvda yirik novoslarimiz bor, o'rtacha novoslarimiz bor. Bundan tashqari yana ona bola sigirimizdan bor. Videolarni tashlab beramiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shunaqangi arzon narx-navodagi mollar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz Telegramda shaxsiy kanalimiz bor, Instagramda ham qiziqqan kanalimizga silkasini tashlab beramiz. Aloqaga chiqarsizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar 99lik 490 3344. Juda ham o'tkir g'onachimiz, hurmatli akalar. Mol qilaman degan akalarimizga aloqaga chiqarsizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Yosh oyliklari shu 1 yashar, 1,5 yashar atrofida bular. Nargisi 1 yashar, bunisi 1 yashardan salgina o'tgan. Toshtarosiga ham deyarli javob beradigan g'onachilarimizdan, hurmatli akalar. Aloqaga chiqarsizlar.